Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Yana bir bor sizlar bilan shu efir orqali ko'rishtirgandan juda ham mamnunman. Bugungi bajaradigan mashqlarimiz intensiv kurslarimdan bir lavhani sizlar bilan ulashmoqchiman. Albatta, bu dasturim kitoblarini o'zim tayyorlab, o'quvchilarim uchun darajalarga moslab chiqqanman. Hozir ko'radigan dasturimiz pre-intermediate'dan IELTSgacha. Bilasizlar, hozirgi kunda ba'zi bir o'quv markazlarida har bitta labelda 3 oy agarda o'quvchi bu darajasi yetmaydigan bo'lsa, 4 oy, 5 oyda ham o'qitishni reja qilib qo'ygan. Asosiy sabablardan bittasi albatta moliyaviy tomonga borib taqaladi. Ikkinchi sababi o'quvchilarda qancha uzoq muddatda o'qitadigan bo'lsa, shuncha yaxshi natija chiqadi degan meni nazdim bo'yicha, meni fikrim bo'yicha noto'g'ri tushuncha bor. Albatta, o'quvchilarni qancha uzoq muddat o'qiydigan bo'lsa, shuncha uzoq yaxshi natija chiqadi degan narsa o'quvchini potensialiga ham bog'liq. Agar o'quvchi haqiqatdan o'ziga ishongan va hard working student bo'ladigan bo'lsa, juda qattiq o'zini ustiga ishlaydigan bo'lsa, shunaqa o'quvchilarim bor. Agar shu videoda ko'rayotgan bo'lsa, shu komment qoldirib ketinglar. Intermediate darajaga o'tgan o'quvchilarim, hattoki pre-intermediate darajadan 1 oy ichida 6,5 va 7 undan yuqori olgan o'quvchilarim ham bor. Ayni hozir ko'rib turgan dasturni 4 unitini tugatgan xolos. 4 unitini tugatgan. 1, 2, 3, 4 va bundan keyin foundationga o'tganmiz va practice. 4 oy ichida o'quvchim 6,5 natija olgan va reading'i, eng muhimi reading 7 chiqqan. Ko'pchilik 4 oy ichida readingni 7 ga oshirish mumkinmi pre-intermediate'dan deb o'ylash mumkin. Albatta, 4 oyda ichida hatto 7,5 ga ham oshirsa bo'ladi. Faqat buning uchun mendagi dastur, material, albatta bu yerda o'zimni reklama qilishim ham juda ham muhim. Chunki o'quvchilarimni shu men bilan olgan birgalikda o'qigan o'quvchilar va meni materialimdan foydalanib birgalikda olgan ballari buni ko'rsatib turibdi. Va albatta, kim shu dasturdan foydalanib darajasini oshirgan bo'lsa, komment qoldiringlar va qolganlar ham bu narsani bilishi kerak deb o'ylayman. Bilgan narsasini qolganlarga ham ulashish bir ehsonni turi deb bilaman. Demak, mavzu ko'p boshini cho'zmoqchi emasdim, lekin qisqachagina o'zimni dasturim haqida reklama bo'lib o'tdi. Va sizlarni hozirgi daraja bilan tanishtirib o'tsam, bu daraja pre-intermediate darajadan. Pre-intermediate daraja present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect continuous va to infinitive, ya'ni to maqsad fe'li bilish kerak. In order to passive voice, present simple, past simple. Shu aytilib o'tilgan grammatikalarni yaxshi bilgan o'quvchilar bemalol buni ishlay oladi va shunga ishonchim komil. Yaxshi o'qigan o'quvchilar 4 oyda shu dasturim orqali eng kami, bu kafolat beraman, eng kami 6 oladi. Bu kafolat 6. Bu ancha mehnat qiladigan dastur. Ya'ni sizni shunchaki o'quv markaziga borib, shu o'qituvchini o'zini ko'rib qaytib keladigan dastur emas. Bu dastur haqiqatdan sizni o'zingizni mehnat qildiradi. Xo'p, ketdik. Bu yerda so'zlar ko'ryapmiz har doimgidek. Spend bilamiz, sarflamoq, breathe, bolalamoq. Return qaytmoq, dive sho'ng'imoq, hatch tuxumdan yorib chiqmoq, live yashamoq bilamiz, provide ta'minlamoq, come kelmoq, lay bu yerda tuxum qo'ymoq ma'nosida keladi. Lay eggs deb. Hold tutmoq, ushlamoq, feed ovqatlantirmoq, boqmoq, sleep uxlamoq, stand tik turmoq, bironta joyda turib qolmoq ma'nosi ham bor. Look after g'amxo'rlik qilmoq, eat yemoq, keep saqlamoq, find topmoq, keep 2 marta ishlatilinibdi. 2 marta ishlasa bo'ladi. Va bizda 1 dan 20 gacha so'zlar turibdi. Ko'rib turganingizdek, bu joylar foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bilamizki, present simple'ni qoidalaridan, ya'ni
har kunlik qilinadigan ishlarga, takrorlanadigan, doimiy, odatdagi ishlarga ishlatilinadi deb aytganmiz. Present simplening yana bir qoidasi bor. Fakt bo'ladigan bo'lsa ham present simple ishlatamiz. Demak, bu yerda kelayotgan ma'lumotlar hammasi faktlar. Demak, bu yerda biz present simpleni ishlatgan bo'lamiz. Hop, sizlar videoda ko'rib turgan holatinglarda you can pause this video. Pauzani ezasiz va o'zingiz daftar ruchka oling. Daftar ruchkani olib, 1 dan 20 gacha mashqlarni, shu bo'sh joylarni to'ldirib chiqing. Va shu video orqali tekshirib olasiz. O'zingizga to'g'ri bo'ling. No cheating, please. Do not look at the screen. Do not press the button to continue this. Hop. Demak, tushuntirgan bo'laman. Emperor penguins. Emperor degan imperator. Emperor penguins in the Antarctic. Antarktikada imperator pingvinlar live yashaydi. Bu yerda penguins s ko'plik bo'lganicha live deb qo'ydik. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin nechta so'z berilgan? 1 2 3 4 5 6 18 ta, lekin bu yerda 20 ta. Demak, hozir so'zlar 2 marta qo'llasak bo'laveradi. The sea all their food, ovqatlarini dengiz nima qiladi? Sarflaydi, bolalaydi, return qaytaradi. Bu yerda eng zo'r to'g'ri keladigan so'z provides, ta'minlab beradi. The sea provides all their food, so they are good swimmers. They underwater. Suvning tagiga they nima qiladi? They dive underwater and they breathe for up to 20 minutes. 20 minutga davr, up to degangacha degani. Breath degan nafasini keep yoki hold. Bu yerda hold eng zo'r variant, hold their breath. When the weather is very cold, the penguins in a gruppa holatda pingvinlar stand. And the lead qo'y bo'ldik, shuncha stand degan so'zimiz to'g'ri tushadi. Stands bo'lmaydi, penguins yana es kelyapti. Stand group and these them warm. Ularni issiq holatda nima qiladi? Ushlab turadi. Holdni qo'ydik, lekin hold o'zi ham tushmaydi. Keeps them warm bo'ladi. The emperor is all penguin that in winter in Antarctica. Bu yerda bu imperator pingvinlar faqat shu pingvinlargina qishda nimadir qiladi. Bu yerda fillarni ichidan breeds bo'lsak, mantiqqa to'g'ri bo'ladi. Breeds bolalaydi. Each female one egg. Bitta tuxum. Demak, aytgandik, tuxum bilan keladigan so'z. Lays one egg. They then return to the sea to feed. Each male then with an egg stand. Ma'qul tushar ekan. Female each male ekan bu yerda each male erkak pingvinlar stand with an egg on his feet, oyog'i bilan turadi. His feet ko'plikda kelyapti. Keep the egg warm. He most of the time he sleeps most of the time. Ko'p vaqt uxlaydi and eats no food. Ovqat yemaydi. When the egg hatches, the female comes back, ayol qaytib keladi and finds her mate. Juftini topib, mate juft degan. Now the females look after the young penguins. The male spends his time eating. After a few weeks, the male returns to the family and then both parents feed the chick. Here, 17-da now the female feed the young penguins desak ham bo'ladi. Bu yerga bo'lsa, the both parents look after the chick deb almashtirsak ham bo'ladi. Demak, bu gap filling exercise. Bu asosan shu o'quvchilarni collocationlari bilan so'zlardan keyin qanday so'zlar to'g'ri keladi, qanday so'zlar fe'llari qanday qo'yiladi, shuni yaxshilab tushunib olishlari uchun ajoyib mashq hisoblanadi. Umid qilaman sizlarga foydali bo'ldi. Kanalga a'zo bo'lishni unutmanglar va komment qoldiringlar. Kim shu dasturimni o'qigan va 6+ olgan 4 oy 3 oy ichida 4 oy 3 oy ichida 6+ olgan, ya'ni 6,5 7 olgan.